Assalomu alaykum. Hormasinlar. Qalaysiz? Charchayapsizmi? Tinchmisiz axir? Necha kun bo'ldi Hindistonga kelganinglarga? 13-kuni kelganmiz. Xudo xolasa. Shunda 5 kun. 5-kun. Xudo xolasa bugun ham suhbat, komissiya, ham operatsiya. Siz ukangizga, akangizgami? Ukamga, ya Muhiddin akamga donor bo'lib kelgansiz. Yo akam, xudo xolasa sizlarga qarovchi Muhiddin akamning do'stlarimi? Mana, Ma'ruf akamning umrlari uzoq bo'lsin. Mana shunaqa do'stlar ko'payaversin, ha? Qalay, kayfiyat yaxshimi? Cho'chimang, hammasi zo'r bo'ladi. Suhbatga Muhiddin akamni olib kelishyapti. Assalomu alaykum. Qalaysiz Muhiddin aka? Ahvol yaxshimi? Yaxshimi? Hozir komissiya bo'ladigan joyga kelganmiz. Qachon kechqurun kelasiz siz? Общий 5 kun bo'libdi qarang kelganimizga. Bugun mana 18, 10-ga kelgandik. Bir kun ortiq kun bilan mana xudo xolasa 5 kunda. Inshaalloh yaxshi bo'ladi hammasi, siqilmang. Akangizga ming rahmat, do'stingizga ham rahmat, siz uchun kurashdi. Matamiz tugadi, chiqib kelishyapti. Xudo xolasa. Endi operatsiyaga yo'l olamiz. Shularni yo'lini bersa hammanglarga. Aka bir duo qilib qo'yasizlar endi aka, do'stingizga. Brat. Aka, Alloh yo'llarni bersin. Salomat chiqib qoling operatsiyadan aka. Tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Alloh o'zi qo'llasin, Alloh kamolatsiz omon bo'ling. Sog' bo'lasiz. Operatsiyadan oldingi xudo xolasa mana tekshiruvlari oxirgi. Hujjatlarni ham berishyapti xudo xolasa. Andijondan kelgan, Hojioboddan kelgan akamiz Ziyoddin akam, o'zining ukalari Muhiddin akamga donorlik bo'lgan, ya'ni kelganlar. Inshaalloh duoda bo'lib turasizlar. Xudo xolasa Litvaga ham chiqib oldik. Operatsiyaga ketamiz endi. Aka, qadrdon bo'ling, biz siz bilan. Alloh kamonat siz aka. Do'stingiz ham shu yerda. Ma'ruf akam ham sizni qo'llab-quvvatlab turibdilar. Xursandmisiz? Ha, aka, bugun juda xursand. Chunki bugun operatsiya bo'ladi inshaalloh. Hammasi yaxshi. Alloh kamonatsiz yaxshi kunda ko'rishaylik. Omon bo'ling aka. Aka salomat bo'ling. Alloh kamonatsiz. Ko'rib turgan holatinglar Andijondan, Toshkentdan, Andijondan, Hojioboddan kelgan akamlarni bugun operatsiya kunlari Muhiddin akamga, o'zining akalari Ziyoddin akam donorlik qilyapti. Inshaalloh duoda bo'lasizlar, sog' bo'linglar va albatta duo qilib turib qo'llab-quvvatlab turinglar. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar, omon bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar.